Assalomu alaykum guruhimiz a'zolari. Mana xudo xolasa keyingi obyektimiz ham mana bitti darvozaxona. Bu yog'i taxtadan yopilib kelgan ekan. Mana bu yog'ini doimgidek konteyner materialidan tayyorlab o'rnatib berdik. Mana shipirlarigacha qoqib tushdi. Rekalari rekalari yog'och reka. Mana ko'cha shapka bilan bir xilda qilib bu yog'i mana ko'rayotgan bo'lsanglar, kirib turib o'rtada ashetta soy bo'lgan. Uzungina darvozaxona bo'ldi. Bu yog'i bir skat, bu ikki skat. Bu yeri 3 shipir bo'ldi, 480 bo'ldi. Eniga uzunasiga 10 metr bo'ldi. Mana. Bu so'rta ham o'zimizning materialdan 4 yil oldin qilib berdim. 4 yil oldin. Bu yer sahnalik uchun bu yerda mana qo'shdi. Soy bo'ldi bu yerdan. Mana ustun xorlari ham doimgidek konteyner shivillari. Mana bu yog'i ham devolma yergacha davom etgan ekan. Bu yog'iga ustun xori qo'yildi. Bir skat, bu yog'i ikki skat. Ikki skatligimiz 9 metrlik firma. 3,5 shipir, 3,5 shipir bo'ldi. Mana ko'rib turgan bo'lsanglar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa aytaverasizlar. Pastda nomerlarimizni qoldiramiz, xudo xolasa. Mana bir xilda qilib narigi eski tom bilan, taxta yog'ochli tom bilan bu tomni qo'shib yubordik. Mana. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bu ishimiz Farg'ona Vodildi sentrida bo'ldi. Mana. Vodildi sentrida bo'lib o'tdi. Mana. U ko'rib turgan bo'lsanglar, uni video qilgandik mana. Ash ko'k shipir ham konteyner materialdan bo'lgan. Konteyner materialidan bo'lgan. Katta ishlab chiqarish bo'lgan u yerda. Buni ko'rib qo'shnisi ham darvozaxonani qildirdi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.